Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan Narxon hamda APG loyihasi. Bugun biz sizlar bilan toza alyumin korpusga ega bo'lgan Windows hamda macOS tizimlariga birdek o'rnashilgan hamda og'ir klaviatura haqida gaplashamiz. Og'ir klaviatura bu yaxshi klaviatura. Qani ketdi. O'rtoqlar, bilasizlarmi nima topdim? Ichida отвёртка, ichida kichkina отвёртка, углообразная отвёртка, puller hamda switch olishga ham puller bor. Bu klaviaturani sotib olib qidirib qolsanglar, bu narsani klaviaturaning tagida bo'lar ekan ular. Xo'p, komplektatsiyamiz tugadi. Endi esa klaviatura haqida gaplashamiz. Keyhron Q1 alyumin klaviatura hamda 75% ga ega. 75% deganda nima ma'noda aytyapmiz? 100% lik klaviaturada 104 ta klavish bo'ladi. Buni biz 100% deb bilamiz. Ya'ni numpad bilan birga. Bu klaviatura 75% lik nomini deganda bu yerda 82 ta, ro'pparasi rovna o'zim sanab chiqdim. 82 ta klavishlari mavjud. Ha, aytib o'tganimizdek, bu klaviaturamiz Windows hamda macOS tizimlarida birga ishlashini bir yo'li bor. Klaviaturamizda bitta tugmani o'zida siz xohlasangiz Windows tizimida, xohlasangiz macOS tizimida ishlashingiz mumkin. Bunga sizga дополнительный bo'lgan qo'shimcha klavishlar yordam beradi. Ya'ni Windows tizimida bizda Control Windows Alt, macOS tizimida esa Control Option Command klavishlar yordam beradi. Bu klavishlar hammasi komplektda mavjud. Klaviaturamiz ichida yechiladigan kabel chiqadi komplektida. Bu kabelimizning nimadan farqi bor boshqalardan? Boshqalardan unaqa narsa ko'rmaganman. Klaviaturani srazu macOS sistemaga yoki macOS sistemada ishlaydigan kompyuterlarga ulash uchun Type-C kabeli chiqadi ichida komplektida. Bu yoq kirishi ham Type-C, chiqishi ham Type-C. O'shanga siz bemalol hech qanaqa переходник sotib olmay, hech qanaqa narsalar ishlatsiz, bemalol MacBook yoki macOS sistemada ishlaydigan ustroystvozga ulasangiz bo'ladi. Hamda albatta Windows tizimida ishlaydigan odamlar uchun, ya'ni personalniy kompyuter PC ishlatadiganlar uchun bizda Type-C to USB ichida переходник komplektida bo'ladi, чтобы sizda ertaga muammo tug'ilmasligi uchun. Rahmat Keyhron, bizani ham o'ylabsan. Hamma Mac'da o'tiravermaydi, to'g'rimi? Xo'p, endi klaviaturani o'ziga o'tsak, bu klaviaturamiz 100% alyumindan tashkil topgan. 100% alyuminium, bu o'shan uchun ro'prosi yomon og'ir. To'g'risi, men hali o'zim o'lchamadim, internetda qaraganim ham yo'q, lekin juda og'ir. Shu narsani lekin men bilgim kelyapti. Necha kilo? Tarozam tayinlab qo'yganman. Почти 2 kilo. Klaviaturani o'zi почти 2 kilo, 1.97. Voy. Nerealniy og'ir klaviatura. Bu nimaga olib keladi? Ya'ni nima farqi bor? 2 kilo bo'lsa qanaqa qilib ko'tarib yuradi degan savollarga bu klaviatura o'zi ko'tarib yurishligi mo'ljallanmagan, ko'chada yurishga mo'ljallanmagan. Bu klaviaturamizni aytib o'tish kerak, hamda faqat provod orqali ishlaydi, ya'ni wired подключение, faqat provod orqali ishlaydi. Shunga bu bitta joyga turish uchun mo'ljallangan klaviatura, og'ir. Bu hamda sifat, bu klaviatura surilib ketmaydi. Mana bu yonidagi alyumin korpuslar buni bilasiz, yaxshi narsa olasiz, har doim zo'r narsa olganingizdan keyin bilasiz, to'g'rimi? Dahshat pakopka bu. Ya'ni og'ir, qalin. Bunda aytgancha anaqalari ham yo'q. Klaviaturada noshkalari ham yo'q. O'zi formasi shunaqaki, xuddi klaviatura tekis holatda emasda, sal podogon chiqib turganda bo'pti. O'shaning uchun yozishga juda qulay. Hamda bizda bu klaviaturamizda o'ng tomonda sizlar ko'rgan bo'lishingiz kerak, bu прокрутка колесика. Ya'ni bu narsani aylantirsa bo'ladi. Bu narsa hamma narsa настройка qilinadi. Siz xohlasangiz bunga громкость qo'shib qo'yasiz. Громкость orqali sistemani громкостini regulirovka qilasiz, ovozini. Bu yana hamda programmangizda mavjud bo'lgan удобство bo'lsa, agar programma ishlasa shu orqali montajni programmalar bo'lsa, mana bunaqa joyda regulirovkada timeline'ni to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Yoki kimdirda color grading bo'lsa, shuni ham regulirovka qilsa bo'ladi, to'g'rilasa bo'ladi shuni. Настройка orqali. Bu klaviaturamizni RGB подсветкasiga ega, har bitta tugmasini o'zingizga настройка qilsangiz bo'ladi. Ya'ni sizda kerak bo'lgan joylar boshqa joyda joylashilgan bo'lsa, o'zingizga to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Har bitta любой точкasiga siz xohlagan rangingizni qo'yib chiqa olasiz.
Bu bitta особенностьlardan biri. Boshqalarda bu narsa mavjud emas. Ko'p klaviaturada bu narsa mavjud emas. Ya'ni настройка qilish. Keling biz birinchi key kaplarni yechib ko'ramiz. Bu klaviaturamizni hot swapligini aytib o'tdim. Ya'ni ichidagi switchlarni o'zgartirsa bo'ladi. Switch olamiz. Switch yechdim. Sizga hozir, например, bu switch yoqmayapti deb tasavvur qiling. Siz boshqa switch sotib oldingiz. 2 pinli, 2 pin bo'lishi kerak. Boshqa switch sotib oldingiz. O'sha switch o'rniga siz qo'yib qo'ydingiz. Bo'ldi. Shu narsa hot swap bo'ladi. Bu narsa nimaga kerak? Bu narsa siz yengillik kiritishingizga o'zingizga. Ya'ni siz klaviaturani oldingiz, boshqa switch olib ishlatib ko'rgingiz kelyapti, boshqa klaviatura olish kerak degani emas. Bu narsaga sizga o'sha hot swap yordam beradi. Switchni yechdingiz, boshqa switch sotib oldingiz va tiqib ishlatib olasiz. Bo'ldi. Shu bilan tushunga kerak. Ikkinchisi, masalan sizda mana bu knopka ishlamayapti. Bu knopka ishlamaslik switchdan bo'ladi. Masmaga. Ko'pincha switchdan bo'ladi. Siz hot swap orqali switchni oldingiz, boshqa switch sotib oldingiz, qo'yib qo'ydingiz, bo'ldi. Klaviaturani garantiyaga topshirib, kod vaqt ketadi, anaqilarda kerak emas. Shundoq, sirazu bitta oldingiz qo'ydingiz, bitta oldingiz qo'ydingiz, bo'ldi. Shunisi bilan juda mashhur bo'lgan hot swap texnologiyasi bularga bu klaviaturalarda ham mavjud. Bu klaviaturani custom deganimizdan sababi bu tegi orqa qismi, ya'ni mana bu alyumin joylarini o'zgartirsa bo'ladi. Buni zakaz qilib, например, ko'k rang oldingiz, lekin siz boshqa rang qolyapsiz. Tam bo'yab qizil qolyapsiz, grubo говоря. Qizil oldingiz qo'ydingiz. Bu klaviaturamizda aytganimizdek regulirovkalari bor. Klaviaturamizda custom bo'lgani uchun mana shunaqa regulirovkaga ega. Mana boltika yechituvi har doim komplektida kichkina paketchada zapasi mana shunaqa boltiklar chiqadi, zapasda. Har doim chiqadi. Bu narsani siz sekin grubo говоря yechib o'zgartirsangiz bo'ladi. Ko'rganingizdek, bu klaviaturani maksimalniy o'zingizga to'g'rilasangiz bo'ladi. Maksimalniy. Shu darajadaki klaviaturamizda mana bunaqa prokrutka joyi o'zgaradi. Buni siz o'zingizning logotipingiz, ya'ni o'zingizga qanaqadir bo'lgan dizayn yaratib, zakaz qildirib ilib qo'ysangiz bo'ladi. Tasavvur qiling, siz yaxshi ko'rgan personajingiz yoki yaxshi ko'rgan qanaqadir geroyingiz mana shunaqa joyda tursa-da, prokrutka qilsangiz, voy, boshqacha bo'lsa kerak, shunaqa qilsa. Shu sababli biz klaviaturani custom deyiladi. O'zi ko'p chet elda klaviaturalarni o'zligi zakaz qilib, bitta частьlarni zakaz qilib yig'adi ko'pchilik. Bizda bu hali unchalik to'liq mavjud emas bizning davlatimizda. Xudo xolasa shu narsa ikkovimiz mana shu klaviaturalardan boshlaymiz. O'zi bosib ko'rsanglar, xuddi bilasizlar, mana qatdan bossanglarchi, tagida nimadir o'tib ketayotganga o'xshaydi. Klaviaturani o'zi qilmalaydi. Ya'ni alyuminiyumning tagida platasi bor, klaviaturaning platasi bor. Klaviaturaning platasi ham o'zgaradi. Siz boshqacha zakaz qilib, qanaqadir mexanический plata zakaz qilganingizdan keyin ichida silikonoviy podложка, gubkalari bilan birga yoki qanaqadir шумоизоляционный narsalarni zakaz qilib customizatsiya qilsangiz bo'ladi bu klaviaturani. Bu klaviaturani biz shu uchun yaxshi ko'ramiz. Shu uchun bu narsa klaviatura arzon turmaydi. Bu konkursimizning sirli so'zi esa custom. Esdan chiqarib qo'ymanglar. Custom. Именно shunaqa yozilishi kerak. Randomda siz chiqsangiz, именно shunaqa yozishingizni kutib qolamiz. Ketdi. PBT двойной залив, double shotni biza tushuntirishimiz kerak. Bu plastikni 2 barobar 2 marta quyish degani. Ya'ni bu plotniy plastik bo'ladi. Plastiklarning turi juda ko'p. Ichidan eng sifatlisi bu PBT. Ya'ni eng o'zini hurmat qilgan brendlar klaviaturasiga PBT plastik orqali ishlab chiqarilgan klavishalar qo'yishadi. Aytib o'tganimizdek, ko'rsatganimizdek bizda switchimiz baland, taktilniy klikushli switchlar deyiladi buni. Bu ovozi chiqadigan ko'k switchlar kiradi. O'zi hamma yoqda ko'k switch bu ovozli switch. Hamma yoqda, почти hamma yoqda. Razer'da o'zining switchlari bor. Ovozi baland, rangi boshqacha. No, почти 80% boshqa klaviaturalarda ko'k rang switch bu ovozli switch degani. Ya'ni ovoz chiqaradi. Kimdir uchun bu juda g'alati, yoqmaydi, asab ketadi, ammo bu narsa nima uchun chiqarilgan? Tasavvur qiling, siz katta tekst yozyapsiz. Juda katta tekst yozyapsiz. Juda katta tekstni yozayotganingizda siz nimaga qarab yozasiz? Menimcha hamma klaviaturaga qarab yozadi. Ya'ni tekst bor. Bu ovoz sizni nima uchun chiqarilgan? Bu ovoz nerviy deyish uchun, bu ovoz yoqqani uchun chiqmaydi. Bu ovoz siz har bitta chiq qilgan ovoz bu signal ketdi degan ovozni bildiradi.
Ya'ni siz tushunasiz, agar qaysidir joyida ovoz chiqmasa, bu harf bosilmadi. Shunda farq qilsa bo'ladi. Bu tez yozadigan odamlar, koderlar, ya'ni koding bilan shug'ullangan odamlar juda yaxshi ko'radi bu klaviaturani, juda yaxshi ko'radi. Sababi shu narsalari bo'lgani uchun kustomizatsiya hamda juda удобный klavishalarning form faktori. Shu narsadan farq qiladi. Nimaga cook switch kerak? Hamda o'zi tega cook switch juda men uchun juda yaxshi. Men yaxshi ko'raman cook switchni. Просто endi hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Hammaga uyiga to'g'ri kelmaydi. Agar u bir jampianli bo'lsa, qulayotgan opa-singilli bo'lsa, qulayotgan to'g'ri xalaqit qilasiz ularga. No, bu klaviaturani har xil switch turlariga ega. Ya'ni bitta mana shunaqa rang yoqdimi, sizda bu yerda qizil, ko'k, jigarrang switchligi mavjud. Ya'ni siz bu yerda vibr juda katta. Bemalol xohlagan switchingizni olib tanlab olib ketursangiz bo'ladi. Bizga obzorga shu switchda berilgan. Bizani switchlarimizni umri taktilni klikushi bo'lgan, ko'k switch bo'lganiga 50 million martagacha. Ya'ni siz 50 million bemalol 50 million har bitta klavishasiga, har bitta switchiga 50 milliondan umri berilgan. Bu narsani o'zi yetish qiyin. Bunaqa klaviaturalarda juda kam brak chiqadi, juda kam. No, garantiya bo'ladi. Har doim garantiyasi bor. Biz garantiyasi yo'q narsani o'zi mavjud emas. Bizda hamma narsa garantiyali. Hamda klavishalarni tagida bo'lgan platasida bir-birini ishqalangan bo'lgan ovoz mavjud emas. Ya'ni pesочный звук deydi buni. Pesочный звук mavjud emas. Ya'ni bosganingizdan shiqir ovozni bo'ladi. Baribir bu yerda bu shiqir emasda, bu tagidan bosganingizda sezadigan bo'ladi. Ya'ni arzon klaviaturalarda seziladigan narsa bu. Shiqir ovozi bo'ladi, bir-biriga ishqalanayotgan ovoz chiqadi. Shu narsa mavjud emas, chunki bu klaviatura shunaqa chiqarilganki, tagida plataning tagida o'zini ovoz yutib oladigan gubkalari mavjud. Shunga bosilishi o'zi juda приятный, juda o'zi bosganingizda his qilasiz bu klaviaturani, boshqachaligini. Juda vashi boshqacha klaviaturaligini his qilasiz. Xo'p, bu klaviaturani haqida hamma narsa bilib oldik. Bu qanaqa klaviaturaligini biz tanishdik. Endi o'zini o'yinda qanaqa ko'rsatishini ketib ko'ramiz. Tezod aka. Shuni turib turing, men qanaqa qolay? Test qolay o'zimni unaqa. Nimaga? O'yin test qilmoqchiman. Yo'q, men bermayman kompyuterni. Nima bermay, shunaqa test qolay 5 minut to'xtaladi. Ber o'zimga beraman deysiz. Qo'ysizmi? Yo'q, men Gary tester deyishadi. Nima deyapsan? Bo'ldi. Ha, plus minus bo'lsa aytib qo'ying. Men sirali shuni aytib o'tishim kerak. Bo'ldi gap. O'zim. Voy, zo'rroqlar. Aka bo'ldimi? Nima? Tugatdingizmi o'yinni? Obzor olishim kerak, hali tugatishim kerak. Bor, keyin kelasan. Voy, qolib ketyapti-yu. Shat ekan bu. Shuni tugatib olay, bering. Vashim, shedevr. Bor, o'yindan keyin kelasan dedim. Ertaga kelaymi? Ha, ertaga kelasan. Yo, menga tashab ket buni. Menga kerak bu. Yo, zo'r ekan. Buni biz obzorga qo'yganimizda yutib oladi buni bitta odam. Mayli, keyin yutadi shuni mendan keyin. Ya, hozir men qo'yganimizda yutish kerak. Menga ber shuni. Yo, men sizga qanaqa beraman? Tanish bilish o'tmaydi bu yerda. Uni yutib randomni berib olishimiz kerak. Ertaga kelaymi? Ertaga, lekin to'xta. Shartlaring qanaqa? Shartlar juda oddiy. Xo'sh. Va albatta bu klaviaturamizni konkursda rozыгрыш qilamiz. Busiz bo'lmaydi. Shartlar juda oddiy, har doimdek. Instagram sahifamizda bu konkurs joylashadi, post bo'ladi. Sizdan shartlari bu like bosish, ikkinchisi uchta rostakasini do'stingizni belgilash kerak bo'ladi hamda bizning kanalimizga podpiska qo'shishingiz kerak bo'ladi. Shu uchta shartlarni, oddiy shartlarni bajarganingizdan keyin siz rozыгрышda, ya'ni konkursda ishtirokchiga aylanasiz. Menimcha shartlar juda oddiy. Mana shu shartlarni to'g'ri bajargan insonlarning orasidan video chiqqandan so'ng ro'parasi 10 kundan so'ng jonli efirda biz g'olibni aniqlashtiramiz. Klaviaturani ko'rsatdik, klaviaturada o'ynab ko'rdik, klaviaturani siz ko'rdingiz. Shunga ro'parasi 10 kundan keyin biz g'olibni aniqlashtiramiz. Biz esa sizlarga omad tilaymiz. Sizlar bilan Alixon hamda APG bo'ldi. Hammaga rahmat, ko'rishguncha.